Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 10-oyning 17-kuni biz tunugungi xabarimizning davomini anglatmoqchi. 2-3 kundan beri Amerikadagi saylam to'g'riliq paranglar Hollywoodning kinosidanmi o'tar qizib ketdi. Amerika prezidentligiga saylanmoqchi bo'lgan Joe Biden apandim hozir pasif vaziyatga tushib qoldi deb qarayman. Aslida sobiq Amerikaning prezidenti Obamaning muavin prezidenti Joe Biden apandim Xi Jinpingga yordam qilib, Xi Jinpingning kushandilarini tozalashib bergan. Masalan, Bo Xilai, Zhu Yongkang, Xu Caixou qatorliq odamlarni yo'qotishga yordamlashib, Xi Jinpingning taxtisini mustahkamlashtirib bergan. Joe Biden apandimning jinoyatlari endi paydin-pay oshkorlanishga boshlanib etibdi. Joe Biden apandim Amerika davlatining muavin prezidentlik vazifasini o'tayotgan mezgilda, ya'ni 2010-yildan 2012-yilga qadar Joe Biden apandim Xitoy hukumatiga Amerika davlatining 36 ta CIA xodimini oshkorlab bergan. Bu 36 Amerika CIA xodimi butunlay Xitoy hukumati tomonidan o'ldirib etilgan. Joe Biden apandim Bo Xilai, Zhu Yongkang, Xu Caixou qatorliq Xitoy arboblarining Amerikadagi oila tavobatlarini, mol-mulk, iqtisodiy uchurlarini Xi Jinpingga yetkazib bergan. Xi Jinping yuqorqi bu 3 odamning mol-mulk iqtisodlarini qo'lga tushirib, ham Bo Xilai, Zhu Yongkang, Xu Caixoularni ko'zdan yo'qotgan. Xi Jinping Xitoyning muavin raisi mezgilda Amerikaga ziyoratga kelgan mezgilda Amerikaning sobiq prezidenti Obama apandim Xi Jinpingni ayrimxonasiga akirib, Xi Jinpingga Wang Lijun bilan Xu Caixouning Xi Jinpingni qanday yo'qotish to'g'risidagi ovozliq ma'lumotlarni anglatgan. Xi Jinping Xitoyga qaytib borgandan keyin bu odamlarni tutqun qilgan. Lekin bu ovozlar qandaqsiga Obamaning qo'liga tushib qolganligini aniq ko'rsatmagan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Wang Lijun o'zining oshkorlanib qolganligini bilgandan keyin Chengduda turishliq Amerikaning konsulxonasiga siyosiy panohlik tilab kirib olgan. Amerika konsulxon xodimlari Wang Lijun ko'tarib kirgan butun materiallarni bir nusxadan kopiya qilib ib qolgan deydi ekan. Keyin Amerika konsulxon xodimlari Wang Lijunni yana qaytadan Xitoy hukumatiga topshirib bergan. 4. Tunugungi xabarimizda degandek, Joe Bidenning cho'ng o'g'limi yoki ikkinchi o'g'limi kompyuterni remote-xonga olib qo'yib, vaqtida ilib olmaganligi uchun kompyuterning ichidagi 1000 dan ortiq maxfiy rasmlar va nurg'un ma'lumotlar New Yorkdagi adliya organiga topshirib berilgan. Oshkorlanish oldida turayotgan Joe Bidenning bolasining bu sachiliklari dadisi Joe Bidenning huquqi orqali New York janubiy rayonidagi adliya organining boshlig'i 1 yilga yaqin bostirib qo'ygan. Bu New York janubiy rayonidagi adliya organining boshlig'i bo'lsa, Bannon apandimni so'roq qilgan Demokrat partiyasining xodimlari bo'ladi ekan. Lekin bu taftish boshlig'i bostirib etgan bu maxfiy uchurlar mushu 10-oyning 14-kuni New York pochta gazetida bir qism mazmunlar e'lon qilinibdi. Shuning bilan bu pochta gazetida e'lon qilgan mazmunlarni texmo keng tarqab ketmasin deb Twitter va Facebook shirkatlari to'sashga urinibdi. 10-oyning 13-kuni Liviyaning shahri Bengazida turishliq Iknok ismli bir odam bir videoni oshkorlabdi. Videodagi mazmunga qaraganda 3 CIA amaldori Bin Ladenni Amerika hukumatiga topshirib bermay, Iran davlatiga topshirib berganligi to'g'risidagi bu ma'lumotni prezident Trump apandim Twitterga qo'ysa, Twitter tarafidan taqib etilibdi. Xi Jinping bilan Joe Biden o'rtasida necha 100 millionlik shaxsiy savdo munosabati bor ekan. 10-oyning 14-kuni Joe Bidenning o'g'lining kompyuteridan oshkorlangan ma'lumot qaraganda prezident bo'lmoqchi bo'lgan Joe Biden apandim butunlay yolg'on gap qilib kelib yetibdi. Joe Biden apandimning tepib olgan gapi, "Men o'g'limning nima ish qilayotganligini bilmayman" deydi ekan. Hozir Hunter Bidenning elektronlik pochta yo'llanmasidan oshkorlanishicha, Joe Biden apandim o'g'lining Ukraina va Xitoy davlati o'rtasidagi shaxsiy savdo munosabatini to'liq biladi ekan. Amerika FBI organi bu ma'lumotlarni bultur 12-oydan tortib bilib bo'lgan ekan, lekin ta hozir qadar bostirib kelgan ekan. 10-oyning 14-kuni Amerika bexatarlik organi Joe Bidenning o'g'li bo'lgan
Hunter Bidenning elektronlik yo'llanmasi va munosabatlik materiallarni rasmiy tekshirishga boshlagan. Buningda ayni vaqtida ma'lum prezident bo'lgan Joe Biden apandi Ukraina davlatiga bisim qilib, shu vaqtdagi Ukraina davlatidagi Adliya ministrining huquqini og'izib etgan. Sababi bu Ukraina adliya ministrining amaldori Ukrainaning tabiiy gaz shirkatini tekshirayotgan ekan. Lekin bu tabiiy gaz shirkatida Joe Bidenning o'g'li Hunter Bidenning zo'r manfaati bor ekan. Ukrainaning tabiiy gaz shirkatiga Joe Bidenning o'g'li sherik bo'lganligi uchun hamda bu ishning oshkorlanib ketishining oldini olish uchun ma'lum prezident Joe Biden apandim Ukrainaga bisim qilib Adliya ministrining huquqini og'izib etgan ekan. Bandun apandimning bir oshkorlagan xabari qaraganda, ayni vaqtida Joe Biden apandim Obamaga ta'kidlab, Xitoyning Janubiy dengiz ishlaridan yiroq turishni tavsiya qilgan ekan. Joe Biden apandim bo'lsa, siyosiy jihatda Obamaga ta'sir ko'rsatadigan va cho'ng rol o'ynaydigan yo'l ko'rsatuvchi bo'lib kelgan ekan. Hakida bir odam bor ekan, u Twitterda bir ma'lumot e'lon qilib, ma'lumotda Ekinoning deyishicha, Ekino deganimiz CIAning bir maxfiy xodimi ekan. Ekinoning deyishicha, Joe Biden bevosita buyruq tushirib, Bengazida turishliq Amerika dengiz armiyasining dengiz yelpizi nomidagi zarbador atritini yo'qotib etishga buyruq tushirib, ham bu zarbador atritini o'ltagizib etgan ekan. Chunki bu zarbador atriti Pokistonda Bin Ladenni yo'qotish harakatiga qatnashgan ekan. Bu harakatni planlagan ikki CIA xodimining boshlig'i bo'lib, birisining ismi Larry bo'lsa, yana birisining ismi Branna ekan. Bu harakatni ilib berishdagi maqsad prezident Obamaning ikkinchi qitim yana qayta saylanishda kozur qilishni maqsad qilgan ekan. Sobiq CIAning boshlig'i Brannan Silari va prezident Obama apandim hamda undan boshqa CIAning boshqa amaldorlari bilan birlikda plan tuzib, Bin Ladenni dastlabda Iran hukumatiga qo'g'datqizib, uningdan keyin Pokistonga apag'izib, o'ltirish planini tuzgan ekan. Uningdan keyin Obamaning qayta prezident bo'lib saylanishiga rasmiy qilmoqchi bo'lgan ekan. Shu plan orqali Amerika dengiz armiyasining dengiz yelpiz zarbdorlik atriti Pokistonda yushirib turgan Bin Ladenni o'ltirgan ekan. O'ldirilgan Bin Ladenning yag'an Bin Laden ekanligini bilgan Obama hukumati Iran davlatining og'zini yumdirish uchun 152 milliard Amerika dollari bergan ekan. Hozirgi CIA boshlig'i Gina Haspel apandi prezident Trump apandimni og'dirib etish harakatiga qatnashib, prezident Trump apandimga Ukraina davlati va Rossiya davlati bilan telefonda so'zlashgan voqeasi degan vaziyatni paydo qilg'izib, prezident Trump apandimiga hujumni boshlagan ekan. FBI organi bo'lsa 2019-yili 12-oyda Joe Bidenning o'g'li Hunter Bidenning bütün jinoiy ishlarini qo'lga tushagan bo'lsa-mu, lekin sukutda turib olgan. Sosyal medyasining beshi bo'lgan Twitter, Facebook, YouTube qatorliqlar yuqorqi mazmunlarga o'xshaydigan xabarlarni tarqatgan odamlarning xabarini to'sab kelgan yoki hisobini taqib etgan. Bunday harakatlarni to'xtamay davom qilgan. Buningdan biz endi tushunsak bo'ladiki, yillardan beri Xi Jinping jarsilib kelayotgan yer shari xarakterlik o'rtaq gavda, o'rtaq kelgusi degan so'zini tushunib olsak bo'ladi. Ya'ni ochiq qilib aytganda, bu Joe Biden apandim bilan Xi Jinpingning o'tirsidagi trillion so'mmisidagi manfaatgan. Joe Biden apandim bilan Xi Jinping o'zaro hamkorlashib bir-birisining dushmanini yo'qotib berdi ekan. Amerikaning istixborot organlari CIA bo'lsin, FBI organi bo'lsin, Amerika davlati va Amerika xalqiga xizmat qilmasdan, balki Joe Biden va Xi Jinpingga xizmat qiladigan shirkatga aylanib qopti. Mana bu allaburullam Joe Biden va Xi Jinpingning yer shari xarakterlik o'rtaq kelgusi, o'rtaq dunyosi ekan. Amerikadagi Joe Bidenga o'xshaydigan so'lchil aqtalliklar ular hargizmi virusning nadin kelganligini tilga olmaydi ekan. Amerikadagi nurg'unlagan cho'ng tipdagi pan-texnik shirkatlarmi virusning manbasini oshkorlashni xohlamaydi ekan. Virusga munosabatlik ham Joe Bidenga munosabatlik ziyonli uchurlarning hammasini yepib keladi ekan. Amerikadagi bu cho'ng shirkatlar va tadqiqot organlari manfaat pulning oldida o'zlarining ruhini allaburullam alvasti jilloga taqdim qilib etgan ekan. Xi Jinpingning yangi Amerika munosabati degan ideyasi
Amerika Nyu-Yorkdagi Wall Street ko'chasidagi kapitalist amaldorlarni Xitoy davlatidan manfaat oladigan qilib, oxirida Xitoy davlati yer sharida Amerika bilan o'xshash darajaga aylantirmoqchi ekan. Mana bu Xi Jinping bilan Joe Bidenning ulug'vor plani ekan. Lekin Amerika davlatidagi Amerika xalqining bundan keyin taqdirining qandoq bo'lishi, Xitoy davlati kontrol qilib turayotgan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ullarning taqdirining qandoq bo'lishi bu ikki arbob uchun hech nima emas ekan. Ikki davlatning xalqi bular uchun qul bo'lib yashashgan. Lekin taqdiriga yarasha Amerikaning xalqi Prezident Trump apandimni bularning manfaat to'ri orasiga ishtirib kirgizib etgan ekan. Prezident Trump apandimning nurg'unlagan siyosiy buyruqlari to'salg'iga uchrab kelayotgan ekan. Demokrat partiyasining to'salg'isiga uchrab qolmasdan, ya'ni Cumhuriyet partiyasining ichidagi ba'zi bir amaldorlarning to'salg'isiga uchrab turibdi. Amerikaning ma'mur organlari, adliya organlari, istixborot organlari Prezident Trump apandimning ishlariga to'salg'i bo'lib, unum ko'rsatishga zo'r to'sqinlik qildi. Ko'z ko'rinmaydigan, tutquni bo'lmaydigan, murakkablashib ketgan bir cho'ng manfaat to'ri Prezident Trump apandimni kunda talab, kunda tishlab, yuqoridan pastga tortib etish uchun to'xtamay harakat qildi. Prezident Trump apandim dastlabda huquq beshiga chiqqanda Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatda savdoda barobar bo'lish, faqat Xitoy foydalib, Amerika ziyon tortadigan bu vaziyatga xodim bermoqchi ekan. Shunga dastlabda Xi Jinpingni mening yaxshi do'stim deb qarab kelgan ekan. Hargizmi dushman ko'rmagan ekan. Prezident Trump apandim savdoda adil bo'lish to'g'risida suhbat ilib borsak, har ikkili tarafga yaxshi vaziyat yarildi deb o'ylaydi ekan. Oxirida vaziyatning taraqqiyotiga qarab tushunib yetib, Xitoy kommunist hokimiyatini yer sharidan yo'qotmasi bo'lmaydiganligini tushunib yetibdi. Ham Amerika davlatining ichidagi chirgilishib ketgan kuchnimi yo'qotish jengiga otlanibdi. Mana bu Prezident Trump apandimning oldida turayotgan real masala ekan. Amerika davlatining avom xalqining qimmat ko'z qarashi Prezident Trump apandimni tanlayapti. Maqsad yer sharidagi insonlarni qutuldirish ekan. Saylam to'g'risida qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.